Assalomu alaykum yana bir bor azizlarim, hurmatli yurtdoshlarim, dugonajonlar, qizposhshalar, kelinposhshalar. Bugun bugungi efirimiz kechagina bir judayam muhokamalarga judayam bir nima deydi xalqimiz ichida hozir mana shu nima chiqqan internetda chiqqan mana shu ko'kosh qizimizni operatsiyasidan keyingi qilgan janjali haqidagi efirlar judayam ko'p nimalarga sabab bo'lyapti. Mana tarqalib ketdi. Ko'kosh qizimizni hammamiz bilamiz. Men ham hurmat qilaman. Bu qizimizni bir erkak shoda, молодец, zo'r qizda bu qizimiz. Endi azizlarim, kelinglar, mana shuni men semirib shu kommentariyalar o'qiganimda biz shu dieta qilsangiz, nima qilsangiz oshqozon olishi hojati yo'q, shunaqa nimalarga rioya qilish kerak degan kommentariyalar ham borda. Endi men semizlikni bilasiz nima deb o'ylayapman. Bu o'zim fikrim va isboti ham bor. Men yaqinda bir bilasizlar, mart oyida 15 kuncha chiqish qilolmayman, Toshkentga ketishim kerak degandim. O'shanda men Toshkentda bo'lib keldim. 15 kuncha shu xizmat safari deydimi, shunaqa bo'lib qoldi. Shunaqa paytda 15 kun ichida 7,5 kilo vazn olib keldim. Toshkentdan 7,5 kilo. O'zim ham hayron qolyapman. Kiyimlarim to'g'ri kelmay qoldi. O'zim normal holatda yurgandim, lekin Toshkentga borib bu 15 kunda ichidagi olgan vaznim o'zimga hayratlantirdi-da. Men bilasiz buni nimadan ko'rdim? Birinchi navbatda har bitta hozir yeydigan narsamiz, yeydigan taomingiz, har bitta o'sha mevamizgacha hozir dorilab nima qilyapti azizlarim. Va shu magazindan, korzinkalardan, bozordan nima qilib sotib olamiz. Mana go'shtlarni ham hatto eshityapmiz, Bolgariyadan go'shtlar ham shu искусственный kelgan deyapti. Masalan, bizda hozir 110 ming, 100 ming, 110 ming, 120 ming bo'lsa go'shtlar 60 ming, 70 ming turibdi-da go'shtlar. Keyin sifati ham yaxshi emas. Keyin men shu hozir mana ko'ryapmiz, nimani yetishtirsa hamma narsa garmon bilan bo'lyapti. Biz Oltinjo'jaga kiramiz, Ahmadjo'jaga kiramiz va boshqa shunaqa yeguliklarimiz bor, yengil hot dog deymiz, shaurma deymiz, boshqa deymiz. Bularni hammasi mana shu o'ylab ko'rsangiz, tovuqlarni ham 40 kunda semirtiryapti. 40 kunda o'zingiz o'ylab ko'ring. 1,5 oyda semirish mumkinmi? Masalan, chiqqan jo'ja 1,5 oyda 1 kilo, 1,5 kilolik hech qachon tovuq bo'lmaydi. Biz tovuq boqamiz, 6 oyda tovuq bo'ladi. 3 oyda hali yetilmaydi-da. 6 oyda biz yeyishimiz mumkin bo'ladi. Shu uchun har bir narsamiz hozir bizga garmon bo'lib ketdi, dori bo'lib ketdi. Biz o'sha garmonlarni, mahsulotlarni yeganimiz uchun biz shunaqa semirishlar mana shundan bo'lyapti deb o'ylayapman. Chunki mana men keldim, o'zimizni nimaga keldim, Samarqandga kelganimdan keyin mana oradan 2 oy o'tdimi, qancha o'tdi, men yana Allohga shukr o'zimni nimamga qaytdim. Xudoga shukr. Yana 1-2 kilo nima qilmagan bo'lsam, endi ekranda kattaroq ko'rinamiz, lekin o'zimni holatim yaxshilandi-da. O'zim bilasizmi, hayron qoldim. Men qizlarim o'shada nima qilishadi, biznes qilishadi, tadbirkorlik qilishadi. Qizlarim ham faqat dieta qiladi, dori ichadi. Shunaqa choylarini ichayotganda men ularni urishdim. Nima qilmanglar, oshqozoningizga u ertaga burjuyazga bo'lsa, burjuyazga ziyoni bor deb nima qilardim-da. Endi o'zim borgandan keyin men shuni o'zim shohida bo'lib keldim. O'zim aytyapman-ku, shu 7,5 kilo ves olib keldim. Yana vesimga shuncha ves qo'shilib ketdi-da. Shuning azizlarim, nima qilishimiz kerak? Buni oldini olish uchun avvalambor hurmatli yurtdoshlar, mana bahor kelyapti. Hozir men o'zim mana shu ishni boshlaganman. Biz hozir tovuqlar uchun joy qilinyapti. Ustalarimiz bor uyda. Bir kattaroq nima qilib, joy qilib, shu bozordan nima olib kelyapman. Nima deydi? Tovuqlarni o'zlari ochgan, mesniy holatdagi nimasini bolalari bilan, uyali jo'jalar, bolalar, ona bola nima tovuqlar olib kelyapman. Ularni biz hovlida boqib, o'zimiz tuxumi ham, домашний
tuxum baribir yaxshi, to'g'rimi? Keyin o'sha go'shtlarini ham biz o'zimizdan chiqqan mahsulotdan mana ertalab dasturxoningizni qoqib olasiz, to'g'rimi? Har bir ovqatni qoqib olasiz. Qolgan ovqatingiz bormi? Masalan, qolgan taomlarda va keyin mana don u bu narsa berib, hovlida masalan o't bor, boshqa bor, yeb yurib uni o'sha nima deydi, toza nima ko'k nimalar bilan, yerdagi o'simliklar bilan, sizni ovqat ratsioningizdagi nonlar bilan katta bo'lgan go'sht boshqacha, tovuqni go'shti, lekin bu nimaniki, davlatniki u 40 kunlik nimalari, tabakalar, o'sha grillar, oltin jo'ja, boshqa bular bizga faqat zarar keltiryapti. Men nega bu efirni bugun qilyapman? Yaqinda ham bir nimani ko'rib qoldim. Bir san'atkorlar oilasi ekan, o'sha hozir eslolmayman, ularni kuzatmagan ekanman. U ayol aytyaptiki, 15 yil bo'lgan ekan shu oila qilganiga, turmush, lekin biror marta qozonda ovqat pishirmagan ekan. Xonadonida qozon qaynamagan ekan. Men birinchi marta eshitishim bunaqa nimani. Biz masalan bir kun, 2 kun ko'chada bo'lib qolsak, ko'chada taomlanib qolsak, uyimizda ovqatni sog'inamiz, aytamiz, uyda bu nimasi boshqacha-da deymizda. Shu uchun iloji boricha mana shu hozirgi paytda kimda ozgina yeri bo'lsa ham, shu 1 metr yeringiz bo'lsa ham, o'sha zelin tiqsangiz ham uyingizdagi narsaga kelmaydi, uyingizdagi nimaga kelmaydi. Hozir bilmadim, xalqimiz shu pul ishlash uchun gormonlar bilan nima qilyapti, lekin o'zlari ham shunday iste'mol qilyapti, to'g'rimi? Masalan, biz o'sha produktamiz ham, kartoshka, piyozni, boshqami, u ham dori bilan bo'layotgan bo'lsa, go'shtlarimiz ham dori bo'lib ketyapti. Hamma narsa shunaqa bo'lib ketyapti. Biz buni nima qilolmayapmiz, o'ta qilolmayapmiz, birovga aytolmaymiz. Baribir shuni qiladi. Chunki ko'proq hosil berish kerak, tezroq pul ishlash kerak. Shuning uchun azizlar, men mana biz aytdimku, hozir mana boshlaganmiz, yerda o'sha klubnikalarni ham 2 haftacha bo'ldi ekib qo'ydik. Zelinlarni sepib qo'ydik. Endi mana boshqa kartoshkalarni ekib qo'ydik. Boshqa nimalarga o'tamiz deb turibmiz. Ham sizga bu fizический bir mehnat bo'ladi, ham siz o'sha o'zingizni xonadoningizdan nima deydi, svejiy nimalar yeganingizga kelmaydi. Endi iloji yo'q, domdagilar, nimadagilar, men o'ylayman o'sha domda yashaydiganlar, shaharda yashaydiganlarga ham mana shunaqa bir sharoit yaratib berishimiz, nima deydi, o'zimizdan nima deydi, tabiiy mahsulotlar yetishtirib berishimiz kerak deb o'ylayman. Men dehqonchilik qilganlarga ham aytyapman. Shu tez pishsin deb pomidor bodring olib kelsak, o'sha pomidorlarni ham usti qizarganda ichi qizarmagan, ichi xomda, tezroq pishsin debdi. Endi bu Alloh ko'rib turibdi-da. Endi boshqa nima bo'lsa ham Alloh ko'rib turibdi. Shu uchun Allohdan qo'rqish kerak azizlarim. Pul ishlash uchun unaqa qilib odamlarni zaharlash kerak emas. Men mana shu kokosh qizimizni nimasiga ham, semirishiga ham, boshqalarga ham nima uchun hozir aytyapti, semisi ko'payib ketyapti. Yoshlarimiz ayniqsa tez semirib ketdi. Tez semirishi sababi o'sha biz nima yesangiz, o'sha yegan narsalaringiz gormon bo'lib ketyapti. O'sha gormonni iste'mol qilyapsiz siz. Endi mayli deyman, biz ham nima qilyapmiz? Endi kelajak avlodimiz bu turishda nima bo'ladi? O'sha men o'ylayman, yomon kasalliklar ham shundan kelib chiqmayaptimikan? Qonimiz zaharlanmayaptimikan? Immunitetlarimiz nimaga past borlarimizga? Chunki ularga biz gormon yediryapmiz. O'sha yegan narsamiz gormon bo'lib qolyapti. Iloji boricha avval ham aytganman, chiqarganman. Men o'sha oshqozonni oldirib 3 oy больницаdan chiqmay yotgan kasaldek o'zim ko'rib, o'zim gaplashib, o'sha ayolni nimasidan keyin men efir qilgandim. Oldirmanglar oshqozonlaringni, bu yaxshi narsa emas. Oshqozon oldirib ertaga bir narsaga uchrab qolmanglar degandim. Mana Halima Ibragimova qizimiz ham bevaqt ketdi. Endi xo'p, Allohning irodasi deymiz, lekin mana shu nimani oldini olish uchun, semizlikni oldini olish uchun iloji boricha hozir mana bahor paytida hamma narsani shu nimada yashaydiganlar, yeri borlar o'zingizda yetishtirishga harakat qiling. Bozorda ko'p-ku, bozordan olaman degan nimani qilmaslik kerak. Biz mana yaqinda ham shu nimaga, hovlimizga hamma daraxt bor edi, endi yo'q, yana davabishni yana ektirdim. Nimagaki, ertaga nevaralarimiz shu o'zimiz hovlidan yesin.
o'zimizni hovlidan tabiiy nimalardan iste'mol qilsin deb yana nima qilyapmiz. Shunga masalan bozorda borga desak bo'ladiki, to'g'rimi? Shu uchun bizni o'zimizga ichimiz achsin, farzandlarimizga ichimiz achishi kerak. Bunaqa dori bilan emas, shu tabiiy usulda mana berib nima qilinglar, boqinglar, o'sha nimalarga ham, tadbirkorlarga hamda shu garmonni kamroq berish so'rab qolgan bo'lardim. Shaharga borganimizda bir nima oldik, qatiq oldik. Yeyish uchun juda ham mazasi boshqacha. Shu nima qilsam, nima aylantirib qo'zg'ab nima qilsak, qatiq to'kilmayapti-da. U ham искусственный ekan, искусственный qatiq ekan. Bizni hamma narsamiz искусственный bo'lib ketdi. Go'sht ham искусственный, qatig'imiz ham искусственный, hamma narsamiz, mana yeydigan mevalarimiz ham garmon bo'lib ketdi. Buni bilmadim. Men boshqa yo'lini ko'rmayapman. Faqat shu ayollarimiz mana yaqinda kechagina ko'rdim. Shu 35 yil oldin bir ayol kishi bor edi bizda rayonimizda, shu shaharchamizda nima minib yurardi-da, velosiped minib yurardi. Kecha o'sha ayolni yana ko'rdim. Yana shu holatda, yana velosipedda yuribdi bozorda. Qarang, biz ayollar nima deydi, uyalmasligimiz kerak. O'sha mayli velosipedda 3 oyoqlisi chiqibdi, o'shani haymang, mining, ertalab turganda yuring, hovlida ham mana kelin olganlar o'tirib qolmang. Ischanovda bitta gapi bor, agar qaynanangiz ertaroq o'lib ketsin desangiz, yotqizib boqavering deydi. Ba'zi birlar aytadi, kelinim qilsin, men kelinni nimaga olganman deydi. Siz o'zingizni sog'lig'ingiz uchun harakat qilib yurib turishimiz kerak. Shu uchun azizlarim, sizni bilmadim, sizni qanaqa fikrdasiz, qanaqa xulosadasiz. Men faqat shu o'zimni xalqimizni o'ylab, shu nima deydi, ogohlikka chaqirish, shu sizlarga yana bir ogohlantirib qo'ymoqchiman. Iloji boricha hurmatli ayollar, uyingizda qozon qaynating. Uyingizdagi baribir o'zingiz qilgan taomda siz ko'p nima ishlatmaysizda, baribirda. Shuning uchun mana ko'katlarni ko'proq yeyishimiz kerak. Mana hozir zelenlar davri, boshqa nimalar, zelenlar, mana karam chiqyapti, boshqa chiqyapti. Shular bilan ovqat ratsionimizni biroz o'zgartirishimiz kerak. Ko'chadan kamroq ovqat yeyishimiz kerak. Endi hamma vaqtdan ko'chadan yesangiz, mana shunaqa semizliklar, yomon oqibatlar kelib chiqadi. Azizlarim, meni fikrim bilmadim, to'g'rimi, noto'g'rimi, bu o'zingizga havola. Men yana bir efirlarimda o'rtasida o'sha gaplarni ham aytib o'tib ketay dedim. Sizlarga faqat efirlarimda yaxshiliklar ulash uchun mana efirlar qilib beryapman. Kasalliklarga hamma shu aytgan narsalarim o'zimiz qo'llab ko'rganimiz, o'zimiz shundan yaxshi bo'lganimiz uchun shu yaxshi nimalar, kommentariyalar yozib, rahmat aytganlar, ilohim Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsa, men roziman. Sog' salomat bo'ling, yaxshi yuring. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin.